PUBG Mobile o'yin uchun 60 FPS da ishlashi mumkin bo'lgan narxlar esa juda ham arzon. Ha, juda ham arzon bo'lgan telefonlarning 5-6 tasini sizlarga yig'ib qo'ydik. Hozir bularning narx-navosi, holati hammasini birgalikda ko'rib chiqamiz. PUBG Mobile 60 FPS da ishlaydimi yoki yo'q? Buni ham ko'rishingiz mumkin. Buning uchun esa bitta like bosib, videomizni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. Poco X3 GT 1 million 100 ming so'm, LG V50 1 million 50 ming so'm, Poco X3 Pro 1 million so'm, Samsung S10e 1 million so'm, Redmi Note 8 Pro 950 ming so'm, Samsung A50 650 ming so'm. Hozir mana shu telefonlarning barchasiga PUBG o'rnatib ko'ramiz va PUBG da 60 FPS da ishlaydimi yoki yo'q, sizlar bilan birgalikda tekshirib chiqamiz. Redmi Note 8 Pro ga hozir PUBG o'rnatdik. O'yinga kirish arafasida hozir ko'ramiz. Rostdan ham 60 FPS da ishlaydimi yoki yo'q. Bungacha ham telefonning holatini ko'rsatib turishi mumkin. Mana shu holati. Xotirasi 6 ga 64 GB, ikkita sim karta o'qiydi. Demak, ro'yxatdan o'tkazib qo'yilgan narxi 950 ming so'mga chiqadi. Ko'rishingiz mumkin 60 FPS da hozircha qo'llab-quvvatlayapti. Zo'r ishlamasa ham, lekin narxiga arziydigan darajada. Hozir yerga qo'nib ko'ramiz va o'yindagi giroskoplarni ham bitta tekshirib ko'ramiz. Nahotki men aruja topa olmasam. Xullas, aruja menga qiziq emas. Giroskop. Voy gap yo'q. Giroskoplar ham cho'tki ishlayapti. Hozirgi 2026-yil uchun 950 ming so'mdagi telefon PUBG uchun 60 FPS da ishlab, mana shunday giroskoplari ham mavjud bo'ladigan bo'lsa qoyil. Lekin gap bo'lishi mumkin emas bu apparatga. Xullas, bu yog'ini sotib olgan inson o'zi tekshirib, ko'rib, o'ynab, bemalol test qilib kayf qilsa ham bo'laveradi. Siz nima deysiz? Fikringiz albatta kommentariyga yozib qo'ying. Bu biz uchun qiziq bo'ladi. Arziydimi, arzimaydimi? O'qib chiqib, like bosib qo'ying albatta. Mana o'sha legendarniy LG V50 Trink degan telefonimiz. Buni ham PUBG si yuklab bo'lindi. Hozir kirib ko'ramiz sizlar bilan birgalikda. Bu ham hali ham 60 FPS dami yoki yo'q? Sababi avvallari, bunda deyishim sababi avvallari 60 FPS da ishlar edi, ancha oldin. Oradan 2 yil, 3 yil vaqt o'tdi. Hozir qanday? Balki 90 dir. Giroskop ishlaydimi yo'qmi? Avvallar ishlardi. Mana hozir ham ishlasa kerak. Hozirlar bilan bularning barchasiga guvoh bo'lamiz. Ozgina kuzatib, kutib tursanglar bo'lgani. Ungacha men sizlarga telefonimizni holatini ko'rsatishim mumkin. Menimcha bu telefonni hozirgi 2026-yil uchun bashchutki holat deb hisoblansa kerak, ko'rishingiz mumkin. Xotirasi 8 ga 128 GB bo'ladi. Отпечаткasi mana shu yerda joylashtirilgan. Menimcha hozir ham LG da PUBG Mobile o'ynayotgan odamlar bo'lsa kerak. O'ynayotganlar o'zi yaxshi bilishadi LG nimalarga qodir PUBG o'yinida. Mana kirib oldik, ulgursak grafikani ko'rsatishim mumkin. Extreme. Balansda ham Extreme, plavnada ham Extreme. Qo'yil, gap bo'lishi mumkin emas. Hozir yerga tushgandan keyin ham giroskopini bitta tekshirib ko'ramiz. Baglaglar ham bo'ladimi yoki yo'q, bu ham bittada tekshirib ko'ramiz. Yerga eson omon qo'nib ham oldik. Nastroykalarni to'g'rilab qo'yamiz. Giroskoplarni yoqib qo'yamiz. Voila! Mana sizlarga 2026-yilda LG ning kuchi va qudrati. Nima deyapti? Deyapti endi bu. Agar men kabi 2026-yil uchun zo'r telefon arziydi deydigan bo'lsangiz, bitta like bosib qo'ying. Arzimaydi, pulga qimmat deydigan bo'lsangiz ham bitta like bosib qo'ying yoki dislike bosib qo'ying. Bunga qarab sizlarning fikringizni men o'rganib chiqqan bo'laman. Hozir endi bitta o'tib ko'raylik, shuncha harakat qildik. Hop, pata. Ya qo'yib. Gap bo'lishi mumkin emas. Borib yomon ekan. Qo'y. Siz nima deysiz? Sotib olsa arziydimi yoki yo'q? Lekin bor holat chotki ekanda, ishlatib qo'yishga arziydi. Men bo'lganda olardim. Navbatdagi qahramonimiz Poco X3 GT deb nomlanadi. Xotirasi 6 ga 128 GB tashkil qiladi. Hozir sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. PUBG ga kirib, bu nimalarga qodir ekanligini va yaramas bu telefonimiz zaryad 1% qolibdi-ku. Zaryadga qo'yib qo'yish esimizdan chiqib qolibdi. Hozir men buni zaryadga qo'yaman va birozdan so'ng davom ettiraman. Ketib qolish yo'q. Biz darrov qaytdik.
19% zaryadka bilan hozir davom ettiramiz. Klient kelib qolganligi sababli oramizda bo'lgan gap so'zlarni eshitilmasligi uchun bezuk qilib qo'ydim. Xo'p, o'yinga kirguncha batafsil telefonimizni holatini va xarakteristikasini aytib o'taman. Ikkita sim karta o'qiydi. 6 ga 128 GB operativkasi ham menimcha 8 bo'lsa kerak. To'shni esimda yo'q. Ko'rib turib ekranga yozuv chiqarib qo'yaman necha ekanligini, to'shnisini ushbu telefonimizni. Avtomatik yo'q bo'lar ekan buni giroskopi yoki avval kirilgan bo'lsa kerak menimcha. Shu sababdan bu telefonimizda giroskopi yo'q. Menimcha cho'tki ishlayapti giroskopi. Hozir o'yinni ham bitta ko'rsatib tekshirib beraman. Grafikasini ham ko'rsatib qo'yaman. Balki 90 bo'lib qolishi ham mumkin, lekin bu qiyin. Avval kirilgan bo'lgan ekan. Значит, avvalgi boshqa videolarimizda buni ko'rsatib o'tgan bo'lsak kerak. Shu sababdan hozir tayyor bo'lib turibdi. Grafikani ko'rsatadigan bo'lsam, Extreme 60 fps, balansga o'tkazadigan bo'lsak, yo balansda 45 ekan, plavniyda 60 fps ekan. Xo'p, mana giroskoplarni ko'rishingiz mumkin. Cho'tki ishlayapti. Yo'q bo'lishi mumkin emas. Menimcha narxi arziydi, nima deysiz? Agar narxi arziydigan bo'lsa, videomizga bitta like bosib keting, xursand bo'lamiz. Fikringizni kommentariyga yozing. Buni o'qib chiqish albatta biz uchun qiziq bo'ladi. Hoppa. Endi esa Poco X3 Pro'imiz sinab ko'ramiz. PUBG yuklab bo'lindi. Hozir sizlar bilan bitta ghost rejimiga kiraylikchi. Nimalar sodir bo'ladi? O'yinga kirguncha men sizlarga telefonimizning holatini ko'rsatib turaman. Holati zo'r havas qilishga arziydigan darajada emas, bilaman o'zim ham. Lekin narxidan kelib chiqib qaraydigan bo'lsangiz, nima deydi, narxini ham bir hisob, narxini ham inobatga olib qo'yasiz degan umiddaman. Ulgursam? Yo'q, ulgurmadim. Hozir o'yinga kirgandan so'ng bitta ko'ramiz qanday bo'ladi. Balansda ham Extreme 60 fps turibdi. Plavnaga o'tkazsak ham shunday. Menimcha bu Poco X3 Pro 2026-yildagi narxiga yarasha sifat bo'lsa kerak. Hozir yerga qo'nib, giroskoplari qanday ishlaydi, uni ham ko'rsatib o'taman. Mana giroskopni ham yoqib qo'ydik. Voy, mana qarang, giroskopi ham cho'tki ishlayapti-yu. 1 million so'm atrofidagi telefon uchun 60 fps da ishlab bersa, PUBG da narxi arziydimi yoki yo'q? To'g'risini aytinglar, vijdonan. Ushbu telefonimiz narxiga arziydimi yoki yo'q? Xotirasi 6 ga 128 GB Poco X3 Pro deb nomlangan modelimiz. Albatta video davomida narx-navosini ham bilishingiz mumkin, qo'shimcha ma'lumotlarni olishingiz ham mumkin. Endi o'zimizdagi borini boricha ko'rsatyapmiz. Agar ushbu telefonimiz bitta like arzisa, bitta like bosib qo'ying, jigar, sizdan nima ketdi? Endi esa keyingi videolarimizga o'tamiz. Endi navbat Samsung S10e ga yetib keldi. Hozir bunda ham mana PUBG yuklab bo'linibdi. Sizlar bilan birgalikda kirib tekshirib ko'ramiz. Ungacha esa men sizlarga telefonimizning holati, xarakteristikasi haqida tanishtirib o'taman. Ushbu telefonimizning modeli S10e deb nomlanadi. Ixcham ingichka telefon hisoblanadi. Ikkita sim karta podдержка qiladi. Imekal ro'yxatdan o'tkazib qo'yilgan bo'ladi. Kstati, bu telefonimiz Koreya uchun ishlab chiqarilgan. O'zi asli bitta sim karta bo'ladi, lekin kompyuterda root qilish orqali ikkita sim karta qilib qo'yiladi. Imekasi ham change deb ataladi. Ayrim ilovalarni o'qimasligi mumkin. Qanday ilova deydigan bo'lsangiz, bank ilovalari, xavfsizlik tizimi kuchli bo'lgan uzun markat yoki TBC shunga o'xshash bank ilovalarni qo'llab-quvvatlamasligi mumkin. Lekin ishlatib qo'yish uchun arziydigan telefonlardan biri. O'yin uchun ishlatadigan insonga bank ilovalari nima keragi bor? Lekin Paynet, PayMe, Click shunga o'xshash
doim ishlatib kelinadigan ilovalarni bemalol podдержка qilaveradi. Biz uchun hozir u emas, biz uchun qiziq bo'lgan narsasi PUBG Mobile'da qanday karomat ko'rsatadi. Shuni ko'rishimiz kerak. Holatini yaxshi ko'ra olmagan bo'lsangiz, ko'rib oling. Narxiga arziydi zato. Nima deysiz? Voy, mashalloh, balansda ham extreme 60 FPS degani. Azza qilib ishlansa bo'ladi, buni boru. Qo'li ingichka yoki ixcham apparat xohlaganlar uchun juda ajoyib variant bo'ladi mana shu. Hozir yerga tushgandan keyin ham giroskoplarini ishlashini bittasalar bilan ko'rib qo'yamiz. Keyin o'z fikringizni kommentariyada yozsangiz bo'ladi. Arziydimi narxiga yoki arzimaydimi? Yoki 2026-yilda sotib olishni tavsiya qilasizmi? O'zingiz sotib olgan bo'larmidingiz yoki yo'q? Bularning barchasini yozib qoldirsangiz, bularni o'qib chiqaman. Albatta o'qib chiqish men uchun qiziq bo'ladi. Giroskopni ham ishga tushirdik. Voy. Mashalloh. Jotga ishlayapti giroskoplari ham. Endi bu to'g'risi bu meni qo'limga to'g'ri kelmaydi. Buni qanday o'ynashlikni endi sotib olgan odam o'zi hal qiladi. Xohlasa bunday qilib o'ynasin, xohlasa bunday qilib, xohlasa menga o'xshab mana bunaqa qilib o'ynasa ham bo'laverar ekan. Qalay? Narxiga arziydimi yoki yo'q? Endi o'z fikringizni yozib qoldiringchi. Aytgancha like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin, chunki sizlar uchun vaqtimizni ketkazib, mana shu narsalarni video sifatida tayyorlab, kontent qilib sizlarga taqdim qilyapmiz. Oz bo'lsa-da hurmat qilgan holda like bosib qo'ysangiz biz xursand bo'lgan bo'lar edik. Mazza. Va nihoyat eng so'nggi bo'lib ko'rsatadigan telefonimiz va jajjigina Samsung A50 telefonimiz ham PUBG yuklab bo'ldi. Hozir buni ham bitta PUBG ga kirib tekshirib ko'ramiz. Bu jajjigina bo'lgan telefonimizni qo'lidan nima ishlar keladi? Balki kichkina demang bizni ko'tarib uramiz sizni degan maqol mana shu telefon tarafidan o'ylab topilgan bo'lishi ham mumkin degan yaxshi gumonda bo'lamiz. O'yinga kirguncha ushbu jajji telefonimizni holatini ko'rsatish mumkin. Juda ham achinarli holatda, bilaman, zo'r emas, ideal emas, lekin narx ham yomon emas. 600 keling shuni obunachilar uchun 600 ming so'm deymiz. Kimga qiziq bo'lsa 600 ming so'mga mana shu PUBG da 60 FPS da ishlash kerak bo'lgan Samsung A50 telefonimiz. Aylan 600 ming so'mga berib yuboramiz. Qizig'im aloqa qilib qo'yasiz. Mana shu nomerlarda Telegram orqali ham aloqa qilsangiz bo'ladi. Ma'lumotlarni berib yuboramiz. Boshqa viloyatda bo'lsangiz dastavka qilib yuborishimiz ham bo'ladi. Xotirasi 64 GB bo'ladi, operativkasi 4 bo'ladi, ikkita sim karta o'qiydi va ofitsial imekalar ro'yxatdan o'tkazib qo'yilgan holatda bo'ladi. PUBG ga kiradigan bo'lsak, hozircha 45 ko'rsatyapti va Plavniga o'tkazadigan bo'lsak, mana o'sha 60 FPS degan yozuv bizni xursand qildi. Endi esa o'yinga tushib ko'ramiz, giroskop ishlaydimi yoki yo'q. Menimcha giroskop ishlamasa kerak deb o'ylayapman. Hozir anig'ini yerga qo'ngandan so'ng bilib olamiz. Hoppa, mana yerga qo'nib ham oldik. Endi bitta nastroykasidan ko'rib qo'yamiz. Yo, giroskop ham ishlar ekan bu telefonda. Qoyil gap bo'lishi mumkin emas. Bu Samsung deganlar qanaqa prosessor qo'yib qo'ygan bu A50 degan telefonning ichiga. Gap bo'lishi mumkin emas. Prosessorlari ham PUBG uchun moslashgan ekanda. Ular o'zi ham bilmay qolgan bu telefon ishlab chiqarayotganda PUBG ga ishlatish mumkin bo'lishini. Hop, siz nima deb o'ylaysiz endi bu telefon narxi arziydimi yoki yo'q? Menimcha bu telefonda zo'r o'ynash mumkin emas-da. Voy. Bu yoqqa. Nimadir qilib o'ldirdim shekilli. Hoppa. Qoyil mana. Menimcha 600 ming so'mga arzib qo'ysa kerak, o'slar nima dedinglar? Qiziq bo'lsa, mana shu nomerlar sizlarni javob berish uchun kutmoqda telefon qilishinglar. Agar siz videoni mana shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, tabriklayman. Siz juda ham sabrli va bitta ma'lumotni oxirigacha tekshiradigan, bitta videoni oxirigacha ko'radigan insonlar qatorida ekansiz. Ras shu yergacha ko'rdingizmi, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolar ham albatta sizga yoqadi degan umiddaman. Videoga like bossangiz esingizdan chiqib qolmasin. Mahsulot xarid qilish uchun esa bizning manzilimiz Namangan shahar Texnopark 84-do'kon, boshqa viloyatga dostavka xizmatimiz ham mavjud. Sizlarni do'konimizda kutib qolaman.